Assalomu alaykum. Sulukta shahrining turg'unlari, ayimlar, jana mirzalar. Sizlar Razaqov Media kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan men Xo'jay Boymurod. Do'stlar, buyursa sizlarga Sulukta shahridan daha bir o'ta so'nin sotila turgan uyni video obzor qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, shu sentral yo'l bilan tuz bosib chiqsangizlar, Sulukta shahrini 5-maktabning oldidan shu yo'l bilan tuz bosib tushib borsangizlar, o'ta so'nin cho'tki lokatsiyadan 5-maktabning oldidan 2 etajli uy sotiladi. Do'stlar, videoni oyoqgacha ko'rsangizlar, qo'ldan kelgancha sizlarga video obzor qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari maktabga, tovarniga har tomonlama yaqin. Plus mana ko'rib turgandek, yo'llari ham polni asfalt bo'lgan. Tursunov Rustam atindagi Sulukta shahrining 5-maktabini yonida mana chap qo'ldagi katta sentralni yo'l bilan tuz bosib tushib borsangizlar, sotilayotgan uy oldiga tushib borasizlar. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rib turgandek, sotilayotgan uy oldiga ham yetib keldik. Sotilayotgan uyimiz 2 etajli uy. Chotki qilib mana ko'rib turgandek, ограждение, darvozalar, bitbarda uslovalarni qilib qo'yganlar. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari juda ko'p. Ko'rib turgandek, uyimizni yon tomonda katta sentralni yo'l bor. Yo'lning bu betida 3 sotik yerlargacha buni ham qo'ldan kelgancha tepadan ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari ko'rib turgandek, bu yoq tomonda skalat, kladovkalari hammasi shu tomonda joylashgan. Do'stlar, mana qo'ldan kelgancha bismillahirrohmanirrohim deb kirib borib, uy ichidagi uslovlarni sizlarga taqtab ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb uy ichiga kirganimizda ko'rib turgandek, hovlilari ham katta. 1,5 sotik katta plashatkalargacha bor. Plus mana ko'rib turgandek, polnisni aylanasiga огражденияларni qilib, darvozalarni qo'yib, chotki qilib, uslovalarni qilib qo'yganlar. Bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari narujni fasadlarning hammasini yangicha dizaynerda qilib, chotki qilib, remont qilib, karnizlargacha tunikafon qilib, chotki qilib qo'yganlar. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning yana bir foydali tomonlari ko'rib turgandek, uyimizning polni atroflarini 24 ga 7 kameralar ham syomka qilib turadi. Projektorlar hammasi bor. Ko'rib turgandek, mana 1-etajdan kirishga adinni xot qilib qo'yganlar, chotki qilib, bu yog'i mana 2-etajga chiqishga adinni xot qilib qo'yganlar, lestensiyalari bilan chotki qilib. Bu sotilayotgan uyimizning materiallari hammasi Rossiyadan kelgan desak bo'ladi. Romlar, eshiklar hammasi, narujniy eshiklar hammasi temir eshiklar Rossiyadan kelgan. Plus ko'rib turgandek, sotilayotgan uyimizning fundamentlari ham baland moshina qilib qo'yilgan. Mana qo'ldan kelgancha sizlarga bismillahirrohmanirrohim deb 1-etajdan video syomka qilib, uy ichidagi uslovalarni taqtab ko'rsatib o'tamiz. Mana kirganimizda birinchi xonamizga mana polnisda chotki qilib, rossiyskiy yog'ochlardan pollarni qilib, devorlarni ham rossiyskiy bo'ylardan chotki qilib, yevro remontlar qilib qo'yganlar. Hamma uslovalari bor. Bu bo'ylar ham rossiyskiy moshina bo'ylar degan bo'ladi. Do'stlar, bu xonamizning razmeriga keladigan bo'lsak, 4 metrlik sredniy xona. Plus mana ko'rib turgandek, yangi chiqqan elitni pardalardan chotki qilib ilib qo'yganlar. Bu uy sotgan odam biz remont kelib, maza qilib yashayveradilar. Mana bismillahirrohmanirrohim deb bu yoqqa kirganimizda, bu yoqda mana ko'rib turgandek, ikkinchi xonamiz bor. Bu xonaning razmeri 2,5 ga 3 metrlik sredniy xona. Ko'rib turgandek, bu xonani ham chotki qilib, rossiyskiy bo'ylardan chotki qilib, yevro remontlar qilib qo'yganlar. Bu yoq tomonda ko'rib turgandek, pechkalari hamma uslovasi bor. Eng qizig'i, bu yoq tomonda ko'rib turgandek, kladovkalari ham uy ichida joylashgan. Skalat desak ham bo'ladi. Do'stlar, mana sizlarga 1-etaj so'nin qilib ko'rsatib o'tdik. 1-etajda 3 ta xona bor. Bu yoqdan mana bismillahirrohmanirrohim deb 2-etajdan chiqib borib, sizlarga 2-etajni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgandek, 2-etajga chiqishga adinni xotlarni qilib, lestensiyalarni chotki qilib qo'yganlar. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb lestensiyadan chiqib keldik. Chiqib kelganimizda ham ko'rib turgandek, 2-etajga kirish eshigi oldiga chotki qilib, kak balkonda qilib, plashatkalarni qilib, plus mana ustlarini chotki qilib yopib qo'yganlar. Rossiyskiy stilda qilib. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari ko'rib turgandek, bu sotilayotgan uyimiz 2 etajlik tepada joylashgan. Kak panorama, qishin yozin Sulukdani tepadan tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Tomosha joyi desak ham bo'ladi. Sotilayotgan uyimizning oldida mana katta stalbalar to'xlagacha kelgan. Do'stlar, mana qo'ldan kelgancha bismillahirrohmanirrohim deb 2-etajga ham kirib sizlarga
video obzor qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana kirganimizda ikkinchi etajda mana kirishda koridorga so'non qilib qishda issiqqina bo'lsin deb pechkalarni qurib, bu xonalarni ham cho'tki qilib yura rimonlar qilib qo'yganlar. Eng qizig'i mana stiklarni yangi chiqqan oynalarni Rossiyadan o'zlari oldirtirib, mana yura rimon qildirganlar. Plus bu yoq tomonda ham plastik oynalarni qo'yib, narojniy eshiklarni hammasini temir eshiklardan Rossiyadan oldirtirib qo'yganlar. Polni, aboy, hamma materiallarini. Mana bismillahirrohmanirrohim deb qo'ldan keyincha koridordan birinchi xonaga kirib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, bu xonamizni razmeriga keladigan bo'lsak, bu xonamizni razmeri 5 ga 3,5 metrlik sredni xona. Patologlarni yangicha dizaynerda qilib, cho'tki qilib 3D natijli patologlardan qildirganlar. Plus lyustralar ham hammasi cho'tki, har xil svetda yonadi. Eng foydali tomonlari ko'rib turgandek oynalar hammasi plastik va akvaromlar. Bu yoqdan mana hozir sulikdan tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Do'stlar, bu yoqdan chiqqanimizdan keyin bu yoq tomonda yana bir uy bir dahliz bor. Ko'rib turgandek Rossiyadan keyin eshiklarni ustanobga qilganlar, holi salafanlari olingan yo'q. Har bitta xonaning ichini rossiyskiy yog'ochlardan cho'tki qilib pollarni qilganlar. Bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda bu yoqdagi koridor ham razmeri 2 ga 3 metrlik koridor. Ko'rib turgandek bu koridor ham yangicha dizaynerda qilib, cho'tki qilib yevro rimonlarni qilganlar. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari arqa tomondan ham mana tashqariga chiqishga eshiklarni qo'yib qo'yganlar. Moshina temir eshiklarni. Bu yoqda mana lazerdan tashqarilarni tomosha qilib, keyin eshikka o'tsa bo'ladi. Mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda bu yoqda mehmonxonaga rashat olingan katta xona bor. Ko'rib turgandek devorlari, pollari, patologlari hammasi idealni bo'lib, cho'tki bo'lib, yangicha dizaynerda yura rimon qilingan. Bu xonamiz ham razmeriga keladigan bo'lsak, 3 ga 6 metrlik sredni xona. Hamma usloviylari bor. Bu uy sotib olgan odam to'lka kelib biz remont maza qilib yashayveradilar. Do'stlar, bu uy sotib olgan odam bahozir kelib, mana oynadan tashqarilarni tomosha qilib o'tirsalar bo'ladi butun suliklarni. Ko'rib turgandek sulikda polni tepadan cho'tki ko'rinadi. Do'stlar, eng qizig'i bu sotilayotgan uyimizda mana yonida katta sentralniy yo'l bor. Yo'lning betida 3 sotik katta yerlarigacha bor. Pastki yerlarda ko'rib turgandek banya, saroy hammasi past tomonda joylashgan. Do'stlar, dokumentga keladigan bo'lsa, dokumentlari hammasi joyida, hech qanaqa muammo yo'q. Qo'rqmasdan kelib shu uyni sotib olib maza qilasizlar bo'ladi. Plus Sulukta shahrining sentrida joylashgan. Do'stlar, daha bir bor adresni aytib o'tamiz. Leylak rayoni, Sulukta shahri, Tavarnida 5-maktabning oldida mana shunday o'ta so'nin cho'tki lokatsiyadan 2 etajli uy, yangi yevro rimon bo'lgan bitbardiq usloviyasi bilan sotiladi. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 4,5 million deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa arzon qilib kelishtirib beramiz dedilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazayn nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa savdo qilib olishingiz mumkin. Do'stlar, sizlarga videomiz yoqsa, обязательно shu videoni yer olamiz, uy olamiz deb yaxshi niyat qilgan do'stlarimizga podelitsa qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.